barcha maqtov, ulug'lov Alloh taolaga, ham suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'nglimizdan chiqqan duo salomlarimiz, ham salovat shariflarimiz bo'lsin. Ushbu juma kunining hurmatli Alloh taolaning yurtida yig'ilgan muhtaram aziz qardoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har qaysilarimizga Alloh taolaning salatlari, rahmatlari, ham barakatlari bo'lsin. Bu va'zim o'zingni unutmoq haqida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va 'amila solihan va qala innani minal muslimin." Kishilarni Alloh subhanahu va taologa chaqirib, yaxshi amallar qilishi ham haqiqatda men musulmonlardan deyishi kishidan-da ko'rkamlar so'zli kim bo'ladi? Al-Fussilat surasi 35-oyat. Bu yakni dunyoga kelib ketgan barliq payg'ambarlar kibik bu. Payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhisalomda kishilarni Alloh subhanahu va taologa chaqirgan. Adam oğullarına Alloh taolaning borlig'in, birligin yetkirgan. Alloh taolo aytdi: "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan va mubashiran va nadhira." Seni Alloh taolaning tilagi ham amri bo'yicha kishilarni Allohga iymonga ham islom dinini qabul etarga undovchi etib, ham sening bilan kishilar to'g'ri yo'lni topsinlar uchun seni bilim yo'qligi bilan jibardik deb. Al-Ahzab surasi 45-oyat. Yer yuzida kelib ketgan boshqa ummatlardan ayirmali bo'larak Alloh taolo Muhammad alayhisalomning ummatini islomga chaqirish uchun payg'ambarlarimizga tugul odiy musulmonlarga da yukladi. Alloh taolo aytdi: "Qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin." Ey Muhammad, bu mening yo'lim. Men shu yo'lda naq turishimni, xalqni oshiq bo'lgan dalillar bilan Alloh taolaga chaqirarman. Men o'zim ham menga erishishlar Alloh taolaga ham to'g'ri yo'lga chaqirarlar. Alloh taolani har kimchiliklardan pok deb bilaman, ham men mushriklardan tug'ilman. Yusuf surasi 108-oyat. Shunday deb Alloh taolo iymon keltirgan ham Muhammad alayhisalomni o'zining payg'ambari etib tanigan, uning sunnatiga ergan har kishi boshqalarni Alloh taolaga ham uning dinini chaqirishga qatnashirga tegish. Bu ish uchun yo'llar ko'p. Birlari oqshom bilan masjid madrasani tuzib, diniy kitoblar bostira, muallimlarga va shogirdlarga yordam etadi. Ikkinchilari ilm olgandan so'ng din yo'lida va xalqqa xizmat etadi. Uchinchilari kishilarga bo'lishar, to'rtinchilari o'zlarini o'rnak etib, axloq, adab bilan ko'rsatadi. Lekin har birimiz o'zimizni unutmaslik deyishdir. Alloh taolo aytdi: "Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Siz kishilarni yaxshilikka undab-da o'zingizni unutasizmi? Siz bit Alloh taolaning kitobini o'qiysiz, shuni o'ylab qaramaysizmi? Al-Baqara surasining 44-oyati. Shunday Alloh taolo aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allohi an taqulu ma
işlemegen ve işlemeyecek işlerini nik işlegen bulup söyleysiz. İşlemegen işlerinizni işlegen bulup söylevleriniz Allah huzurunda zor günah bir yaman iş. Es-Saf suresi 2. ayetler. Ömer radıyallahu anhu aytdı. Sizin bilen hesap kılına başlagan işi o'z-o'zingizga hesap qilamiz. Sizga zararga o'rganganchi o'z amallaringizni eng ilk o'zingiz o'lchangiz degan. Albatta muhtaram jamoat, din turida kitob bostiruv yoki siylav bekishing onun bir milliy og'irligi yo'q. Lekin eng muhimi din bo'yicha yashash. Bir kimning de haqqi yo'q. Kimnidir din sababli tubansatirga ham o'zin yaxshi etib masoyib ko'rsatirga. Chunki muhtaram jamoat, iymon Alloh taolaning rahmati ham Alloh taoladan qo'rquv orasida turadi. Men dinda deb o'zin tinchlantirishga kerakmi? Buna misol iblis bo'lib turadi. Onun Allah'a qarata bo'lgan iymoni, inanuvi, ixloslig'i, g'aybati shu qadar darajaga yetgan edi. Hatto u farishtalarga ustoz bo'lgan. Lekin u o'zi turunda unutgan. Qachon Alloh taoladan baragizga Alloh taolaning oshuvi ham la'nati tushashak deb xabar kelgach, barliq farishtalar iblis yanına kelib o'zlari uchun duo qilganlar. Ya'ni iblis bo'lgan shayxi ustoz bo'lgan, G'azazil ismli bo'lgan. Endi iblis Alloh uchun duosin qilgan, lekin o'zi uchun qilmagan. Natijada Alloh taolaning oshuvi ham la'nati omma tushgan. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem g'ammatlaringizning oxirgisi bilan hisoblanashasiz deb aytdi. Qachon hammiy ravishda ulasimizni birimizni bilmay. Chunki biz og'imga qarshi yuzgan ko'p. Albatta og'imga qarshi yuzuv bir og'ir shulay bitdi. Ama kuch kerak, ama tirishlik kerak. Şulay misal için boks bo'yicha ustozlar o'quvchisini har vaqt sug'ishda qo'lingni tushirma, tushirsang kundashing yuziga sug'ib oningni yuvaltashaqsin deb kesatdi. Shulay bitdi. Albatta kishi to'lisincha o'zgarsin uchun vaqt kerak. Onlari iymonning niqlig'i, g'ayrat oluvi, muhitning bo'luvi, izgi kişiler yanında qatnashuvi muhim. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Din yo'lida kurashuvchi, ya'ni mujahid shu kim o'zining nafislari bilan kurashadi. Endi Badr sug'ishidan so'ng Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aytdi. Biz kishi sug'ishdan Allah sug'ishga qaytdi. Sahabalar g'azablanib, "Mandan da Allah sug'ish nisun?" deb so'radilar. Rasul akram alayhissalom javob berdi. O'zingizning nafislaringizga qarshi sug'ishuv. Ne muhtaram jamoat, alhamdulillah, endi qishga kirdik. Qishning shunday rahat ne'matlari bor, u da bizda kun qisqa, tun uzun. Ham Umar radhiyallohu anhu nasib etgan, qish shuning uchun o'ng'aymi, kunlarida ro'za tutib, tunlarini turib namozda o'tkazib. Alhamdulillah, Allohga shukr, bütün onun için bütün mümkünlükler, şartlar hazırlık kunda var. Elhamdülillah, nindi matur meşitte oturarız. Şuraya bitinde, kölemlerle, жылы su var taharet alır için. Elhamdülillah, ertenge namazına
yoluna gelirge de mümkünlükler var. Şunun için en olsa da eğer kişi uylansa, fikirlese, kaya barasın, onun hakkında uylansa, fikirlese, elbette şunun indi Allah Teala bergen nimetlerine faydalanıp, fırsattan alıp, indi elbette bu indi tırışmadan uysa, hak bilerek de şurayı gayle işinde, hatını bilen, muallar bilen, şurayı din ülkesinde şurayı engemeni alıp varsa, Allah'a da dinini anlatsa, Allah Teala özünün rahmetin, yerdemin, bereketin inşallah nasip eder. Şundi tanışılı, iminlik içinde yaşayanda, birden hambirge bulup, uzarak ülken münasebette anlaşıp, birbirimizle ihtiramlı bulup, yerdemleşip, doğru yoldan tayyip olmayışa Allah Teala yaşarga nasip eylesin.